Assalomu alaykum obunachilar, Saroy kanalining obunachilari, hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Xudo xolasa bugun sizlar uchun barran narxida qo'chqorlar, bo'g'ozlar, qo'chqor bo'lib qolgan qo'yga qo'shadigan. Xudo xolasa narxlarni bugun yondiramiz. Yana qaytdik. Ismoiljon, sizni kanalingiz uchun bitta like bosib, podpiska bo'lib, obunachilar yaqin birodarlarga jo'natib turinglar. Xudo xolasa manfaatli ko'rgan vaqtlaringga achinmaydigan video bo'ladi. Ko'rib like bosib, duo qilib qo'yasizlar. Hammaga assalomu alaykum. Saroy kanali obunachilari, bizni qo'llab-quvvatlab like bosib turuvchi aka-ukalar, sizlar uchun bo'g'oz, qo'y, qo'chqor hammasidan kelgan akalar like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar uchun arzonlardan, sifati zo'rlardan chiqarib boramiz. Biz bugun Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Optimchilar qishlog'i, Saroy qishlog'ida Ilhomjon akamizni qo'y fermalaridamiz. Bu yerda bo'g'oz qo'y olib kelgan ekanlar, xudo xolasa. O'sha tug'ishi yaqin, xudo xolasa, sifati zo'rlari. Gavda boshi ham uzun, oyoq qo'llari uzunlari. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ilhomjon aka, charchamang. Yo'qib ketdingiz-a u? Ismoil, gap ochig'i videoga ham yetkazolmayapmiz. Ko'rdingiz o'zingiz ham mana videoga qo'ymasdan ham sotilib ketdi. Mana xudo xolos partiyamiz keldi. Yana kelyapti. Xudo xolos mana bularni yoritib, xudo xolos yetkazib beramiz obunachilar uchun. Yana keladi. Ertaga ham xudo xolos yana bitta video qilib berasiz, iltimos. Like bosib, podpiska, tanish bilishlarga, oshna o'yinlarga jo'natib qo'yasizlar. Musofirdagilar, ayniqsa aka-ukalar, sizlar uchun yana ham arzon bo'ladi. Hojati hojanlarimga roza oldi mana, xudo xolasa rozaga Ismoiljon yana ham sensatsiya qilib beraman. Bo'g'ozlar bor, barralar bor, qo'chqorlar bor. Xudo xolasa oxirigacha ko'rib like bosib turinglar sizlar uchun. Gap yo'q. Bu yoqda mana akalarimiz ham kelishdi. Klientlar kelishyapti, xudo xolasa. Aka, son nechta bo'ladi? Soni Ismoiljon 7 bosh. Soni 7 bosh, ozgina. Vaqt cho'zmaylikda tars hammasini ma'lumotlarini beraylik. Bu 7 boshda olsa dastavkasi qayergacha bo'ladi? Dastavkasi Samarqandgacha Ismoiljon. Tekin kirib boraveradi Samarqandgacha. Gap yo'q. 5 shu 7 tani olasiz akalar. Besplatni Samarqandgacha tekin kirib boradi. Bozorga kirib, bozorda loyda yurganda mana telefon qilasiz. Xohlasangiz ustiga kelib ko'rganingiz ham yaxshi. Telefonda har xil ko'rinadi. O'shaning uchun ustiga kelib, ustida ko'rganingiz ham yaxshi, lekin qo'ylar hammasi sifati zo'r, oyoq qo'li uzun ekan. Tavsiya qilaman, ulgurib qolinglar. Aka, buni yosh oylik qanaqa bo'ladi? Yosh oyliklari Ismoiljon, xudo xolasa ikkinchisi, uchinchisiga oldi. Ikkinchisi, uchinchisiga tug'adigan. Ko'pi ikkinchisiga bo'g'oz hammasi. Tug'ish yaqinmi yo hali bormi? Tug'ish xudo xolasa bir oyda ichida hammasi tug'adi. Ikkitasini ko'rdim, o'zi yelini ko'chib qolibdi. 3-4tasi yelini ko'chgan Ismoiljon. 3-4tasi yelini ko'chib qolgan. Bir oyoq bag'ida xudo xolasa tug'adi. Inshaalloh tug'adi. Lekin tavsiya qilaman, hammasi bo'g'oz, naq bo'g'oz ekan, xudo xolasa. Xudo xolasa ko'rinib bilinib qolgan haligi. Nima desa bo'ladi? Noaniq emas. Ha, o'zi bo'g'ozligi bilinib turibdi. Aka, bular bo'ylarini nechiga beramiz? Yo o'lchab ko'rsatamizmi? Bo'ylarni o'lchamayveramiz, bo'g'oz qo'yib yugurtirib. Ammo bo'g'oz qo'ydi yugurtirib qiynamaylik bo'lmasa, o'zi ko'rinib turibdi. Taxminan 85 Ismoil. 85 chiqadi. 80-85. 80 chiqadigani ham bor ekan ichida. 80 yo'q. O, sariqlari. Bo'yiga har doimgida tortishmaymiz. Olishsin. 80 plus, u yog'i 85 plus. Ha, 80-85 ga ketaveradi. 80 yo'q lekin. Mana ularni 85 ta ustida ham mana bu. 85 ta ustida ham. 80 lik qo'yim yo'q buning ichida. Gap yo'q. Akalar, tavsiya qilaman, ulgurib qolasizlar. Bo'g'oz qo'y, hammasi naq bo'g'oz, sifati zo'r. Aka, vaqtni cho'zmaylik, narxini aytib qo'yaylik. Ma'lumotlarni berdik, hammasini. 7-chisiga Ismoil 3 kun garantiya uylariga 3 kun sinovi bor. 3 kun sinovi bor. Xudo xolasa sog'lik salomatligi yaxshi, yoshliklarni aytdik. Xudo xolasa tug'ishlari ham bir oy ichida hammasi tug'ib inshaalloh yetkazadi. Narxiga keladigan bo'lsak, har doimgidek arzon. Bo'ladiganini aytib qo'ying. Mana buni olsin. Hech qayerda, bozorda ham, xonadonda ham, kanallarda ham solishtirib ko'rsin. 6,5 milliondan olsin bir joyga Samarqandgacha yetkazib beraman 7 tasini. Kami bor. Baraka topsin. Kami bor. Ismoil 2 ta qo'y bo'ladi. Inshaalloh agar egizak tug'ib bersa 3 ta bo'ladi. 3 ta bo'ladi aka. U 7 ta qo'yingiz 14 ta bo'ladi. bo'ladi. Bor, barakasi bor. Buni olishsin. 100 ming, 50 ming qilmayman. 200 ming so'mdan. 6 million 300 ming so'mdan olishsin bir joyga. Xayri bor. 200 ming yo'liga yuryapman. Xayri bor. 200 ming yuryapsiz aka, yana 100 ming yuring. Ketdimi? Uni olishsin. 62 dan olishsin. Samarqandgacha yetkazib beraman. Tanlab olishgachi. Tanlab olishga 200 ming pulisi bor. Voy, to'xtang. Tanlab olishga 100 ming pulisi bor. Barakasini bersin, gap yo'q. Tanlab olishga 100 ming pulisi bor. 6 million 200 ming so'mdan. 6 million 100 ming so'mdan, 100 ming so'mdanni bola chaqalarga mana roza kelyapti. Xudo xolasa farzandlariga yedirsin.
Hojat Gap yo'q. hojonlar duo qilib qo'yasizlar, kommentariyaga otangga rahmat yozib qo'yinglar. 6 million 100 ming so'mdan. Bo'g'oz qo'y. Bo'g'oz qo'y. Na Uni bo'g'oz olib gap barakasini bersin. Gap yo'q akalar. Allohdan baraka topib, duo qilib qo'ysin. 6 million 100 ming so'mdan hammasini olganga Samarqandgacha dastavkasi kirib boradi. Telefon qilasizlar akalar. Gap yo'q. Arzon bo'ldi men o'ylashim bo'yicha. Bozorlarga ham bemalol solishtirib ko'rishingiz mumkin. Bozordan arzon bo'lyapti. Anchagina. Bittalab addenni sotadigan bo'lsam sotib qo'yaman. 7 million ham sotib qo'yaman. Shunaqa aka. Men uni maydalab o'tirmadim. Olishsin bir joyga, shu narsa olishsin, duo qilib qo'yishadi. Xudo xolasa, mana yaxshi kunlarda Ro'za Ramazon kunlar kelyapti. Hammalariga xudo xolasa yaxshi hayotli barakatli bo'lsin. Duo qilib qo'ysin. 6 million 100 ming so'mlar juda joyida bo'ldi. Tanlab olishgacha aka. Ismoil tanlab olish mayli 100 ming so'm pelisi bor. 100 ming so'm, 100 ming so'mdan 100 ming so'm pelisi bor, a? 2dan Barakasini mendan bersin. ham ko'p baraka topsin. Akalar, vaqt cho'zmaymiz. Partiyalarimiz ko'p. Keyingi partiyaga navbat beramiz. Videoda ko'rinmagan bo'lsa telefon qilasizlar. Videosini ham tashlab berishaveradi. Bo'lmasa keyingi partiyaga navbat beramiz. Akalar, keyingi partiyamizda ham sifati zo'rlari. Hammasi yaltiragan. Aka, bular qo'chqormi hammasi? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Sariqlari bor. Sarig'idan bor, oqidan bor. Keyingi partiyamizda akalar o'sha qo'chqorlar. Sifati zo'r, tavsiya qilaman. Ulgurib qolasizlar. Ular ham tezda sotilib ketib qoladi. Bo'yicha hali mehnatini qilganimiz yo'q. Aha. Xudo xolos qo'ylarimiz keldi, charchoq chiqdi, lekin mehnatini qilganimiz yo'q. Qo'yimiz keldi-yu, odam kirib boshqa bo'lyapti, sotilyapti. Xudo xolos akalarimiz ham mana Namangan shahardan kelishibdi. Like-ni bosib qo'yasizlar akalarimiz uchun, ha? Gap yo'q. Mehnatni qilib chiroyli qilib beramiz. Aha. Soni nechta aka buni? Soni 13 bosh. 13 bosh, ozgina, sozgina. 13 tani olsa qayergacha dastavka qilib berasiz? 13 tani olishni Samarqandgacha qilib beraman. Gap yo'q. Samarqandgacha dastavkasi tekin kirib boradi. Sifati zo'r. Akalar, qurbonlikka tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Hadavoy variant. Hadavoy variant qurbonlikka zo'r bo'ladi. Umumiylik qo'y olmaydi qurbonlikka. Yurishni qarang, mashalloh. Chiroyli foyda qiladigan Boqib variantidan. foyda qilasizlar. Rahmat, otangga rahmat deb kommentariyaga ham yozib qo'yinglar. Sifati zo'r hammasi. Tavsiya qilaman. Iminni shu qo'yni tavsiya qilaman. Hozir ham mana shulardan E'tibor. ehsonga chiroyli qilib. Hozir ham bemalol ehsonga qo'ysa bo'laveradigan variantda. Mana shular ham mana. Mana, akalar. Yoshiga qaraganda bemalol vazni bor. Akalar deursak, ba'zi bir opalarimiz ham ko'rishar ekan, yozib qo'yishyapti. Bu opalarimiz ham bor deb qo'ying deyapti. Opalar, hojota, hojonalar, hammalaringda akalar, aka-ukalar, musofirdagilar, hammalaring uchun, xalq uchun, xudo xolasa, bitta akalar uchun emas. Biz endi hammalaring uchun akalar deb o'rganib qolganmiz-da, o'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar. Bularni endi dastavkasini aytdik. 7-siga sinov bor-a? 3 kun sinov bor. 3 kun sinov bor. 3 kun sinov bor. 3 kun sinov bor. Yosh oyligi 9-10 oylik atrofida. Qo'ylarini mana video davomida o'lchaveramiz. So'z isboti bilan bo'lsin. Qani? Sho'xroq ekan-a? 80 ekan aka. Ko'ryapsizmi? O'ylari 80. 75 plyusga olishsin. 80 ni ham ushlaymiz. Sal pasrog'ini ham ushlaymiz mana. Haligi hijolatchilik bu ham bo'lmasin. 80 duryapti aka. Ismoil 75 plyus. 75 plyusga ketaveradi. Bonus ketdi mana yana. Lekin 80 tushyapti, 75 plyusga beryaptilar aka. Vaqt cho'zmaylik. Vaqtimiz cho'zilib ketib qolyapti. Ismoiljon. Bizda har doimgidek bonus. Mana buni olsin. 4 million 600 ming so'mdan yetkazib bering Samarqandgacha. Mendan olgan odam mendan ko'p baraka topsin. Barakasini bersin. 4 million 600 dan xayri bor. Hammasidan tushib kelyapmiz aka. Qo'lni bering. Bundan ham tushasiz. Bundan ham 50 ming, 100 ming emas, yana ko'proq o'tasiz aka. Ismoil, meni ham hijolatga qo'ymang. Men sotib olib kelganman. Sotib olib kelgansiz, o'g'irlab kelinmagan. Darajaga yetguncha bilasiz. Xudo xolasa obunachilar shu ukam uchun like bosib, shu ukamni rivoji uchun, kanalning rivoji uchun bosib qo'yasizlar. Ketdi mana. Labzini oldim. Bu darajaga yetguncha 1 so'm, 2 so'm oson emas. Pulni bunday qilib olish. Ozgina narsa emas, 13 ta narsa olishsin, qarang. 200 ming so'mdan hayni qilib beraman. 4 million 400 ming so'mdan dastavkasini qilib beraman. Olishsin, baraka topsin. Mendan olgan odam. Ro'za Ramazon oylari kelyapti. Xudo xolasa ozgina boqib, urg'onlikka yetiladigan varianti mana buni olib baraka topib, duo qilib qo'yishadi. 4 million 400. Barakasini bersin. 4 million 400 dan xayri bo'ladi, xudo xolasa.
Hammasini olishsa. Bu tepasiga kelishsa xayrni qilib beraman. Gap Saroyizdan chiqdim deysa xayrni qilib beraman. Gap Bilamiz yo'q. yana. Hammasini olganga Saroyizdan chiqdik deysizlar akalar. Yana xayri bor. Bo'ladigan narx emas bu. Shoshilib qolasizlar. Hammasi sifatli qo'chqorlar. Lekin bo'ylari ham 80 tushyapti, 75 ga beryaptilar akalar. Tezroq shoshilib qolaverasizlar. Bo'lmasa, keyingi partiyaga navbat beramiz. Puli yengilidan olib boqaman degan aka-ukalarimizga puli yengil sifati zo'rlar. Ular ham hozirgidan qolishmaydi. Ularni ukasi aka, Ukalari. o hozirgi nimalardi? Ukasi hozirgi qo'yiladi. 1.5 oy farqi Ha, bor. 1 oy, 1,5 oy atrofida farqi bor. Ular ham simjunlarini ko'ring mana. Simjun hisori. Mana, simjun. Ana shular ham ko'rinib turibdi. Yaltirab turganini o'zi ajratsa bo'ladi simjunligini. Sifati zo'r. Tavsiya qilaman. Aka, son nechta buni? Soni Ismoil 9 bosh. 9 bosh. 9 boshda olishda dastavkasi qancha bo'ladi? Dastavkasi har doimgidek Samarqandgacha. Samarqandgacha ketaveradi. Tekin. Tekin, besplat. Samarqandgacha tekin kirib boradi. Hop, endi bo'ladi yosh oyligi. Yosh oyligi Ismoil 7 oydan o'tgan. 7 oyda o'tgan. 7-8 oylik. 7 oydan oylik o'tgan. atrofida, ha. Shu atrofida. 7 ishchigasi nima bor? 7 ishchiga 3 kun sinovi bor. Mana bo'ylarini yana bir o'lchaveramiz. Video davomida hammasi yorqin ko'rinaversin, yaxshi bo'ladi. 80 ga yetay deyapti, yetmayapti. 75 plus mana. 75 plyus ekan. Bitta qo'yib ushadi deyishmasin videoda. Mana qora sariqlaridan qilib ushaveramiz. Bu Ko'ryapsizmi? ham 80 ozgina pastroq ekan. Ismoil 75 plus. Standart. 75 ga olish. O'zi standart ekan. Hammasi ko'rinib turibdi. Bir xil bo'ylari ham, Degani yo'q. yosh oyligi ham o'zi ko'rinib turibdi. Hammasi bir xil ekan. Aka, qolayotgani narxida qolyapti. Narxida. Bizda har doimgidek bonus Ismoil. Qani? Olishsin 4 million 200 ming so'mni olishsin, bir joyga yetkazib bering. Mana bu olgan odam baraka topsin, duo qilsin. 4 million 200 dan xayri bor. Bundan ham tushaylik, hammasidan tushib kelyapmiz aka. Ismoil. Ha. Ko'rib yuribsiz. Barralar nech pulgacha bo'lyapti? 4 milliongacha bo'lyapti. 4 milliongacha bo'lyapti. Bu barra emas, 7,5 7-8 oylik qo'y. To'qli bu. To'qli. Qo'chqor bo'lib qo'ygan. Yozga chiqib, libboy qo'ylarga qo'shib olishaveradi. O'zi 5-4 oyda tish buzadi. 4 oyda tish buzadi, xudo xolasa. Qani? Yana tushunchi. Mana buni qarang. 100 ming so'm tushib beraymi? Yo'q. Sizga aka 100 ming so'm yarashmaydi-yu. Like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turishadi, qarang. Otangga rahmat deb kommentga yozib qo'yishadi aka. 200 ming tushib berasiz. Ismoil 150 ming so'm xayrni qilib beraman. Yo'q. Siz 50 ming, 100 ming, 150 ming qilmang. Ismoil, meni ham to'g'ri tushuning. Men sotib olib kelganman. Sotib olib Mana kelgansiz. oxirgi emas, hali yana bor. Yana bor. Mana partiya menga foyda qilmasa, obunachilar uchun 4 million 50 ming so'mdan olgan odam. Aka, to'xtang, 50 ming so'm sizga yarashmaydi aka. Yana 50 ming so'm. 200 ming urganib qoldingiz, Ismoil. 200 ming so'm ham pul biz uchun. Yo, hamma bir so'm ham pul, lekin Ey, tushib borgan yaxshi narx. Bo'lsa obunachilarimizga bo'lsin aka. obunachilar duo qilib qo'yasizlar. Shu Saroyuz kanalida arzonchi degan nomimiz bormi? 4 million so'mdan olishsin. Barakasini bersin, gap yo'q. 4 million so'mdan bo'lib ketdi. 4 million so'm akalar. Haqiqiy rasprodaja degani mana bu bo'ladi. Mana rasprodaja degani shu bo'ladi. Like-ni bosib qo'yasizlar akamiz uchun. Haqiqiy arzon qo'ydilar. Aka yana borda? Ismoil yana bor. Gap yo'q. Keyingi partiyaga navbat beramiz bo'lmasa. Tanlab olishni so'ramabmiz-a? Tanlab olishga plyusi bor, Ismoil. Qancha? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Ko'p emas u. Tanlab olishga 100 ming so'm plyusi bor ekan. Tavsiya qilaman akalar. Buni tanlab oladigan O'zi hammasi bir xil ekan u. Standart. Bir joyga olib qo'yishdan 4 million so'mdan bonus bo'lib ketdi, Ismoil. Ayirib o'tirishmas, bir qo'ra. Mana buni xudo xolasa yetiltirib, qo'ylar 9 ta qo'ylar 18 ta bo'ladi. Barakasini bersin gap yo'q. Akalar, aloqaga chiqarasizlar. Keyingi partiyaga navbat beramiz. Ilhomjon aka, u sotilgan variantimi? Bu xudo xolasa Ismoilga sotilgan varianti. Qanchadan ketdi? Qo'qonga 10 ta. Ko'ryapsiz, hali video ulgurgan yo'q. 10 tasi Qo'qonga ketdi. Yuzini ko'rmasdan YouTube'ga chiqmasdan turib ketib qolishdi. Qanchadan ketdi? 4 million 600 ming so'mdan Qo'qonga berdik. 4 million 600 mingdan Qo'qonga ketdi. Barakasini bersin, olganga ham, sotganga ham. Akalar, eng oxirgi partiyamiz mana. Barra qo'zi. Barradan chiqqan ekan o'zi, to'g'liga o'tgan ekan, ha? Ismoil. To'g'liga o'tgan ekan. Ichida kattalari bor. Ha?
Badanni ham ko'ring. Sifati zo'r ekan, badan ham zo'r. Xudo xolos kelajak. Yaltirab turibdi. Kelajak yaxshi narsa. Ular aka barradan chiqib o'zi to'qliga o'tgan ekan, a? Xudo xolos barradan chiqqan. Lekin barra narxida qo'yib beraman. Barran narxida qo'yib berasiz. Yoshlari qanaqa buni? Yoshlari xudo xolasa 4 oyligi ham bor, 5-6 oyligi ham bor. 5 oyligi ham bor. 6 oyligichi? Yo'q, 6 oy. Bizda unaqa yolg'on bo'lmaydi, Ismoil. Xudo xolasa 4 oydan 5 oygacha olishsin. Gap yo'q. 4 oydan 5 oygacha qo'ygan. Hammasi qo'chqormi? Yo'q, ikkita sovlig'i bor, ikkala ko'k kraskasi bor. Aha, mana bu bittasi. Mana Kuzatuvchilar bittasi bu, bittasi bu. 2 dona sovliq, 4 dan 5 ta qo'chqor ekan, a? 7 ta. 5 ta, ha, 5 ta qo'chqor, 2 dona sovliq ekan. Hojatda hojonalarim, xudo xolasa boqib qo'yinglar, bitta pensiyani puli. Gap yo'q. Sizlar uchun arzon bo'ldi. Akalar, Hammani qurba yetmaydi, Ismoil. 5 million, 6 million, 4 millionlik qo'yganida har safar har qo'yib kelganimda atayna shu hojatda hojonalarim uchun arzonida olib kelaman. gap yo'q. Nimaga? Hammani qurbi yetmaydi. Xalqim deb o'ylash kerak. Olishsin, aytganimdan ham yengil qilib beraman. Aka soni 7 ta degan. 7 bosh. Soni 7 bosh, 2 ta sovliq, qolgani qo'chqor. Sifati zo'r ekan. Puli yengillardan so'ragan aka-ukalarimizga mana. Ularni qayergacha dasibkasi bo'ladi? 7 tasini olishsa. Ismoil, bular Toshkentgacha qilib beraman. Toshkentgacha. Bular menga foyda qilmasin. Ha. Toshkentgacha yetkazib bering. Menga foydasi shart emas. Akalar, bu kichkina haligi kichkina barra qo'zilardan emas, qo'ylari uzun. O'zi katta qo'y bo'lib qolgan. Yem o'tgan bemalol. Yem hashagini yeb turgan. Aka, buni yosh oyligini aytdik, 7-sini aytdik. Bo'yichi bo'yi. Endi qarang. Hamma aytadi, barrani bo'yini o'lchamaydi. Bu barra emas, barradan chiqqan. Men bo'yini ham o'lchab beraman. Qani bir o'lchab Bo'yini ham ko'rsangiz-chi. o'lchab beraman. Ismoil. Gap yo'q. Sifati zo'r ekan, lekin hammasi puli ham voобще Qo'ylarni ham o'lchab beraman. eng arzon bo'ladi. So'z isboti bilan bo'lsin mana. 70 ekan aka. 70. Ismoil. 70 bo'ylari. Bu o'zi katta qo'ydi bo'yi bilan bahslashyapti aka bular. Xolasa. Buni qarang. 65 plyusga olishsin. 65 plyusga ketaveradi, lekin 70 bo'yi 70 chiqaveradi. Xotirjam. Ko'ryapsiz, 70. Buni ayiradigani yo'q, hammasi bir xil standart. Qolayotgani narxida qolyapti. Qani? Qolayotgan narxida. Ismoil, buni olishsin, qarang. 3 million 200 ming so'mdan olishsin, tortishib o'tirmaylik siz bilan biz. Barrani zo'r 4 million bo'lyaptimi? U barradan chiqqan. Mana buni olishsin, xudo xolasa 3 million 200 ming so'mdan Barran aka Toshkentgacha yetkazib 3,5 milliondan 4 milliongacha bo'lyapti. Lekin siz barran narxida qo'yaman dedingiz-a? Barradan ham tushdimi? Tushdingiz. Yana 100 ming tushib berasiz. Ismoil o'rganib qo'yapsiz haqiqat. Aka, Xolasa yaqinda bekorga qo'yib ketishadi shu yerdan. Bizga qancha arzon bo'lsa shuncha yaxshi-da. Siz obunachilar uchun ishlayapsiz, to'g'ri, lekin bizni ham to'g'ri tushuning. 3 million 200 mingdan juda yaxshi narx bo'ldi. Bo'ldi, siz labzingizni oldim mana. Qani? Mana shu qo'ylarim foyda qilmasin. Akalar, mana haqiqatan shu beryaptilar. Videoingizga, vaqtingizga achinmaydigan manfaatli video bo'ldi mana, xudo xolasa. Bitta like bosib qo'ying mana Like bosib qo'yasizlar mana. Shu ukamning kanalining rivoji uchun duo uchun ishlayman. Mana shu 7 ta qo'yim foyda qilmasin. 3 million 100 ming so'mdan olgan odam baraka topsin, Toshkentgacha yetkazib beradi. Barakasini bersin, gap yo'q. Akalar, 3 million 100 ming so'mdan barrani ham bergan yo'q, to'g'risi bu, lekin barradan chiqib qolgan o'zi katta qo'y bo'lib qolgan. Hammasi sifati zo'r, oyoq qo'llari uzun, bo'ylari 70 gacha chiqyapti, 65 ga beryaptilar, lekin tezroq ulgurib qolasizlar, sotilib ketib qoladi. Voобще darim bo'ldi, lekin bo'lmasa videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sizlar uchun sifati zo'rlardan, arzonlardan chiqarib boramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar.